har bitta so'zimga faktim bor. Har bitta savolingizga javobim so'z bilan emas. Ayrimlar so'z bilan o'zini oqlaydi-ku. Yo'q, men hujjat bilan, fakt bilan, video zapis, diktafon, kerak bo'lsa yozishmalarim bilan isbotlab beraman. Ahongir aka, butun xalq hozir shunaqangi auditoriya. Hammasi bular bitta mashinani boshlang'ich to'lovga puli yetmasdan odamlarni uyini nomiga o'tkazib olib, mana shunday qilib tortib olar ekan Premier degan tushunchaga. O'zi mana shu Premier Auto City degan nomimizni yaqinda Premier Motors degan avtosalon odamlarni aldab pulini o'zlashtirib yopilib ketdi-ku. Shunga bog'lab Premier o'zi mashining degan nom chiquvdi-da bizning salonimiz haqida. Qaysi ahmoq 70 ming dollarlik uyini, eshiting. Kobulga 2 ming dollar borib 3 ming dollar yetmaydi, to'g'rimi? Boshlang'ich to'lovga 3 ming dollar uchun qanday siz menga nom o'tkazib berasiz? O'zi dacha voqeasi qanaqa bo'lgan? Mana siz o'zi aytish bo'yicha taxminan 70 ming dollar pul tikib, dachasiga 250 ming dollar talab qilgan ekansiz. 300 mingga ketadimi, 200 mingga ketadimi, 400 mingga ketadimi? Pulingizni chiqib keting muammodan aka dedi. Bu odam aytdiki, aka dedi, qisqasi dedi, dachani dedi, 150 ming dollarga hozir shu turishida pul sanab olaman deydigan odamning o'zi yo'q. Haqiqatan ham u dachani qurilishini bitmagan holatda ko'rganingizda eng qimmatbaho narsasi uni ikkita baseyni edi. Chunki dacha hozirgi kunda shlakablokdan qurilgan. Go'yoki siz Premier Auto Citydan mashina olgansiz. Yo'q. Mashina olgansiz. Endi men kelayotgan ma'lumotlarda Premier Auto Citydan mashina olib, bu yerda zalogga qo'ygansiz. Mashinani vaqtida pulini to'lamaganligingiz tufayli, demak, dacha sizni shu bank tomonidan musodara qilib o'tib ketyapti degan ma'lumot. Asli yo'q, yolg'on hammasi bu. Unaqa narsa yo'q. Yo'q, hammasi yolg'on. 15 demaydi. 5 ming dollar arenda puli to'lalasizmi menga? Bitirib bersak. 5 ming. Arenda biza gaplashamiz. Dacha taklanga o'tkazib senga arendaga beraman. Arendaga beraman. To pulimni o'zginizcha. Bizda qolgancha deganmiz. Eshitding? Bu pulingiz tikkan pulingiz 70 ming, 100 ming dollar pulingiz tug'adimi yo'q, turaveradimi? Turadi bu. Aytdiki, ustam aytdiki, aka bo'lmasa bitta gap dedi, sizga dedi, bitta yordam dedi. Men uysiz qolib ketaman, joysiz qolib ketaman dedi, u tashqariga chiqdi. Sizga dedi, o'sha yerda Bo'stonliqda dedi, 2 xonalik, 3 xonalik uyda narxi necha pul dedi? 50 ming. 50 ming dedi. 50 ming dollar hozir pul beraman, chiqib ketasizmi? 50 ming dollar. Bankda 14.99%. 8% emas. Cho'shmasan aytib ketsin. Bankda 14.99%. Premier Auto Citydan kelib oladigan bo'lsalaringiz, ko'chatirida aylangan summangiz 8.5% olib ketasiz. Reklamani birinchi bo'lib 8% da kredit, boshlang'ich to'lovsiz bo'ldi. Hayda. Qo'chqor, mashinani Toshkentga qayta avtomashina olib kelamiz. 8% da kredit, boshlang'ich to'lovsiz. Kelgandan keyin mana bu gaplar yetgandan keyin deydi odam. Va'dalar bor ekan. Bitta videoda ko'rdim. Mashindan arzon joyini topsanglar, Cobalt sovg'a qilamiz. Bitta mana shu 5 ta qilib beraylik, ha? 5 ta. Biz Nechkisizlar? hazillashmaylik ekan. Aka, Premierdan eshiting. Premier gapirdimi? O'sha 5 ta Cobalt sovg'a qiladi o'yindan chiqadi, xalqqa yuz yorug' bo'lish uchun, lekin orqaga qaytmaydi. Biz hozir 5 kun vaqtimiz ketsa Антикоррупция.